Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Mana Norindagi Gazablo uskuna o'rnatayotgan joyimizni o'sha oxirgi kuni o'sha mana avtomat reskalar urvinga o'rnab, tormoz noylari, polni gradislari, simlarigacha o'sha bo'ldi. Endi mana quygan ishlarimiz o'sha quyib qochishini kutib turgan jarayon. Xudo xolasa ustalarni kessak, yonlarini kesilsa, xudo xolasa rachotimizni qilamiz, ketamiz. Keyingi joyimiz Toshkent Begavodda bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu qolipimizda ozgina o'zimizda ayb bo'lib ishmay qoldi. Bularni chotki ishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagilar o'ta mo'shniy va sochniy. Xo'p, kimga mana shunday xizmatlar, gazoblok, penablok xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, avtomat disklarmi, pol avtomat disklarmi, prostoy disklarmi bor, hamma xizmatlarimiz bor. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqsalaring, hammasini o'rgatib qo'yamiz. Ekranda shunday like tugmachasi chiqadi, podpiska bo'lmaganlar bosib qo'ysin. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Avtomat reskamizni narxi joyida $1800, $1700 qilib beraveramiz, xudo xolasa. Agar o'rnatish xizmatlari bilan bo'ladigan bo'lsa, joyiga qarab dastavka va xizmat pullari qo'shiladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu qanday ishlaydi deganlarga mana bunday bitta knopka bilan ishlaydi. O'zi tushyapti, ko'rishingiz mumkin. Tayyor montajlari. Bu 3 fazaga o'rnagan 220, 380 farqi yo'q, o'rnatib qilib beramiz. Bu mana ko'rsanglar. Shu boradi. Tepadagi motor aylantirib beradi, reduktorlari bilan. Mana bu yerda bunday tormozlari bor. Bu yerga hozir buni tomosha qilinglar. Bu davomida aytaman. Bu yerga 25 talik qolip bilan ten bilan ishlaydigan holatdagisi mana o'zi avtomatik tepaga qarab ko'tariladi. $8000 ga o'rnadi. Xudo xolasa 2 kun, 3 kun vaqtimiz ketdi. Toq quyib mana chiqarib bergunimizcha o'rnatib, xudo xolasa bugun qaytamiz uyga. Mana bu tormozga shunday keladi, o'chadi.